Joha ertalab uyda mazza qilib uxlab yotgandi va o'rnidan turib qarasa, xotini yo'q. Keyin esa xotinni izlashni boshladi. U yoqqa qaradi, bu yoqqa qaradi, xotini yo'q. Qayoqqa ketdi ekan deb ko'chaga chiqib ketdi Joha. Keyin qarasa, yo'q hech qayerda. Men ham izlashay deb qaradim, kravatda yo'q, shkafning ichida yo'q. Qayerga ketdi ekan-a? Ish qilib xotini tezroq topilsin-da, bo'lmasa zerik bo'lib ketadi. Xotinim qayerga ketdi ekan? Menimcha ko'chaga chiqib ketgan bo'lsa kerak aylanishga. Lekin ertalabdan aylanishga qachon chiqmasdi-yu? Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Joha qalay ishlar tinchmi? Rahmat. Nima gap bu jetellar jahli chiqqan? Xullas qishloqdan haydaldik. Tezlashni ushlaring yig'ishtirdi surmiyoqdan. Nima deganingiz bu? Nima deganim o'zing bilasan. Kecha tunda nima ishlar qilib yurganding? Nima qilibman? O'zing bilasan nima qilganing. Tezroq ket qishloqdan. Tushunmadim. Nima deyapti? Qanaqasiga? Men kecha tunda nima qildim? Hech narsa qilganim yo'q. Qayoqqa ketaman? Qalay Joha, qachon ketadigan bo'layapsan? Qayoqqa ketaman? Qishloqdan haydaldik-ku, qachon chiqib ketsan qishloqdan? Qanaqasiga qishloqdan haydaldim? Meni kim haydadi qishloqdan? Jetellarni boshlig'i bo'lgan janob Berser qishloqdan haydadi. Ketar ekansan. Men nima ish qilganim uchun meni haydamoqchisanlar? Sen nima ish qilganingni o'zing yaxshi bilasan. Kecha tunda yomon ish qilib qo'ygansan. G'alati-ku, hech qanaqa ish qilganim. Kecha uxladim tunda. Bilmayman. Meni xotinimni ko'rmadingmi? Xotining onasinikiga ketdi. Sen haydalganingni eshitdim. Tushunmadim. Mayli. Xo'p, lekin ichkarida narsalarni davolaman, maylimi? Mayli, keyin narsalar joyiga qo'yib ket. Bo'pti. Qanaqasiga meni qishloqdan haydashadi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Nima uchun haydalaman aynan? Yo'q. Umuman bo'lishi mumkin emas. Qanday ichkariga kiraman-da? Hozir bir amallab mana shu ichkaridan mana shu o'rtadan bir amallab kirib olsam yaxshi. Endi esa mana bu yerda narsalarimni olib ketishim kerak. Lekin nima uchun aynan meni qishloqdan haydashyapti? Bo'lishi mumkin emas. Hech qanaqa ayb ish qilmagan bo'lsam, mayli, nimadir ayb ish qilgandirman, lekin rostdan hech qanaqa ayb ish qilganim esimda yo'q. Hozir janob mer yoniga borayin, janob merdan so'rab kelaman. Janob mer bilsa kerak nima ayb ish qilganimda xatyabi. Lekin janob mer ham aytmaydimi deyapman-da, chunki aytmay ketib qoldi. Yo'q, nahotki ayb ish qilgan bo'lsam aytish kerak. Ular shunaqa ayb ish qilganing uchun seni haydayapmiz, shu uchun qishloqdan chiqib ket deb. Lekin aytmayapti ham, hayronman. Bo'pti, hozir janob mer yoniga tezroq borib olsam, hop, bir amallab uyimni yopib tashlashdi. Endi kirib bo'lmaydi-ku, derazadan kirib chiqsam ham bo'laveradi-ku, lekin qishloqdan haydaldim. Mayli, bo'pti. Hozir tezroq janob mer yoniga boray. Janob mer menga tushuntiradi nima uchun haydaganini. Jetel, qalaysan? Tinchmisan? Ketmadingmi? Qayoqqa ketaman? Yana savol beradi. Hozir aytdim-ku, qishloqdan haydaldik deb. O'sha sen edingmi? Ha, men edim. Bo'pti, hozir ketaman. Janob mer yoniga boryapman. Janob merdan so'rayin. Ayb ish qilib qo'ymadimi? Hech qanaqa. Kecha tunda uyimga uxladim faqat. Qilgan ishim uxlaganim. Balki uxlamaslik kerak edimikan bu kecha? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Uxlamaydigan kechamiz yo'q. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum. Ketyapsanmi? Narsalarni yig'ishtirib keldim, ketyapman. Lekin iltimos bitta narsani menga tushuntiring. Men nima ayb ish qilib qo'ydimki meni qishloqdan haydayapsiz? Sen nima qilganingni o'zing bilasan. Kecha tunda ayb ish qilib qo'yding. Kecha tunda uyimda uxladim. Nima ayb ish qilibman ekan? Bilmayman. O'zing bilasan. Kravatim xo'lmas. Yo'q, ayb ish qilganim yo'q, hech qanaqa. Yo'q, sen toshni ayb ish qilgansan. Nima ayb ish qildim ekan? Mayli, o'zingizlar bilasizlar, haydasanglar haydanglar. Ketdim, qishloqda yashamayman onasini hamsin. Nima ayb ish qildim ekan-a? Rostdan ham hayronman. Qana ayb ish qildim? Kravatim toza turibdi, hech qanaqa ayb ish qilmaganman. Yoki g'alati tush ko'rdimmi ekan? Ketyapsanmi? Ketyapman. Bitta narsani sen bilmaysanmi, mabodo? Nima narsani? Men kecha tunda nima ayb ish qilib qo'ydim? O'zing bilmaysanmi? Bilmayapman. Hamma meni hozir qishloqdan haydayapti, lekin ayb ish qilganimni aytishmayapti. Xullas, kecha tunda seni banditlar bilan ko'rishgan. Nima? Men uxlayotgandim kecha tunda. Bilmayman. Xullas, men bilgan ma'lumot shu. Tushunarli. Bo'pti. Qaysi zamonda ko'rishgan? O'rmonda, janob mer uyining orqasida. Bo'pti, rahmat senga kattakon. Mana shu tomonda banditlar bilan meni ko'rishgan. Qanaqasiga banditlar bilan meni ko'radi ular? Bo'lishi mumkin emas. Joha, yana banditlar yoniga ketyapsanmi? Jinnimisan? Qanaqa banditlar? Seni kecha tunda banditlar bilan birga ko'rishgan. Demak, sen banditlar bilan til biriktirgansan. Sen jinoyatchisan. Yo'qol qishloqdan. Asabiylashma. Men hech qanaqa banditlar bilan til biriktiribman. Voy, nima deb til biriktirmaganman. O'sha seni tiling banditlarnikidan bo'lib qolyapti. Tutilib gapiryapsan. Yo'q. Prosta hayajonlanganimda shunaqa gapiryapman. Nima uchun hayajonlanyapsan? Senlar gapingga hayajonlanyapman. Biz nima qildik senga?
Obbo, mayli, yaxshi qollaring, ketdim qishloqdan. Yashamayman qishlog'inglarda. Qanaqasiga bandlar bilan til biriktirishim mumkin? Bo'lmagan gap, ketdim, mayli o'rmonda yashayman 1-2 kun. Shularga ham qo'yilman borib, prosta takka hech qanaqa ayb ish qilmasam haydab yuborishdi-ya. Ham mayli o'zlari bilishadi, lekin hech qanaqa ayb ish qilmaganimni qanday tushuntirishga ham hayronman. Balki tushunish, stop. Men manavi? Ha, rostdan ham bular kim, nima qilishyapti bu yerda? Tushunmadim. Janob ixtirochi, siz menga juda ham katta yordam berdingiz. Agar siz bo'lmaganingizda Johani yo'q qila olmasdik. Endi qo'limdan kelgani shu edi-da, shuni yasaydi, farqi yo'q edi menga. Endi siz qancha pul berishingizga qaraymiz-da. Bo'ldi, pulni farqi yo'q, janob, hal qilib yuboramiz. Voy, yaramaslar. Demak, ular meni qiyofadoshimni yaratibdi-da. Voy, ablah, hozir mendan ko'radi bular. Ko'rsatib qo'yaman yaramaslarni qilganishi uchun. Nima desam ekan? Voy, yaramas, bu yoqqa qarab. O'zlari kelibdi-yu, yaramas. Men seni hozir qo'lingni ko'kka so'raman. Adashasan, men seni yaramas qo'lingni ko'kka so'raman. Nima qilyapsing bu, yaramas? Oy, menga qara, sen ixtirochimisan yo kamonkashmisan, nimasan bilmayman. Nimaga meni qiyofadoshimni so'ramasdan yaratding? Menga pul beraman deyishdi-da. Hozir men bilan janob Merdiyonga borasan, tushundingmi? Yo'q, bilmayman. Tuyani hamma morz qilibdi. Nima? Tuyani hamma morz qilibdi, bormaysanmi? Yo'q, bormayman. Точнami? Yo'q, boraman, mayli. Mana o narsa endi. Tuyani hamma morz qilaman. Tentak hammom tuyani, tuya hammomda orzu qilibdi bo'ladi. Yur, davay. Hozir mana. Davay, ketchi. Qayerda janob Merdo'ya? Janob Merdo'yini bilmaysanmi? Yaramas, ana yerda turibdi. Senlar bu qilgani shuning uchun javob berasan. Senlarni men qishloqdan haydalib ketyapman. Qishloqdan prostatakka haydab yuborishyapti. Agar ko'chada qoladigan bo'lsam, seni o'ldirib yuboraman, tushundingmi? Sen meni o'ldirsang ham sen jinoyatchi bo'lasan va seni qamashadi, tentak. Sen jinoyatchi emasmisan, birovni qiyofadoshini yaratadigan ahmoq. Tushunarli. Ochib berasanmi? Yo'q, sen ochasan, sen menga ochib berasan. Kim bu? Ketmadingmi, Jo'xa? Bu yaramas meni qiyofadoshimni yaratgan o'sha banditlar bilan birga. Yaratgandimi? Ha, rostdan ham. Ko'rdingizmi? Meni aybdor yana qishloqdan haydab yuboryapsizlar. O'zi hamma ayb mana bunda. Banditni o'ldirib yubordim. Nimaga o'ldirasan? Uni qamash kerak edi. Qamadim nima, o'ldirdim nima? Mana meni qiyofadoshimni mana shuna qilib yaratgan bular. Bu seni qiyofadoshing emas-ku. Unga men o'zgartirish kiritishim kerak hali. Keyin buni qiyofadoshga aylanib qoladi. Tushunarli. Jo'xa, sen hozircha qishloqdan tashqarida yashab tur. Biz hammasini aniqlashtiraylik, keyin qaytib kelasan. Sen esa men bilan tur. Men seni tergov qilaman. Mayli. Hozir politsiyachini ham chaqiraman. Seni tergovlashtiramiz. Mayli. Lekin mayli, men tan olaman, aybdorman. Bo'pti janob mer, men kelaman haliroq. Yaramas. Baribir qishloqda yashashga qo'yishmayapti. Bo'pti, borib havoni yerda yashab turaman 1-2 kun. Qanaqadir yashaydigan joy qilib olish kerak bu yerda. Lekin qanaqa yashaydigan joy qilishim mumkin? Hatto bitta podvalmi nimadir yasab olsam shu yerdan hozir yashab turaman paka. Keyin esa janob mer chaqiradi o'zi. Keyin sen aybdor emas ekansan deb. Qizni qanday chaqiradi? Telefonim yo'q. Birorta kishini jo'natib yuborar, pochtachinimi yoki qanaqadir gap yetkazadigan odam jo'natib yuboradi. Borib Jo'xan chaqirib, aybdor emas ekan, kechirdik deydi. Qanaqa kechirik? Kechirim so'rash kerak mendan. Bilmasdan turib nohaq meni ayblab qishloqda haydab yuborgani uchun. Ular noto'g'ri o'yladi. Avval o'ylash kerak, 7 o'lchab bir kez deyilgan. Bilasizlarmi? Ular 7 o'lchama, hatto bir marta o'lchab ko'rgan. Shunday qarab taxmini tavakkal kesib yubordi. O'shaning uchun ham endi bular aybini iqror bo'lgandan keyin mendan kechirim so'rash uchun hatto ustun yozib ham berishga tayyorman desam, yo'q, yozmayman, kirisa emasman, prosta tak baribir mendan kechirim so'rashga to'g'ri keladi. Xo'p, mana bu yerda tekislab bitta kichkina bo'lsam uy qurib olay, endi ko'chada qolib ketmayman 1-2 kun, hatto bitta chodir yasab bo'lsam yashab turishim kerak. Aytdi-yu janob mer, 1-2 kun qishloqda yashamay tur, biz aniqlashtirib olaylik dedi. Nimasini aniqlashtiradi? Uni o'zi tanib turibdi, men yaratganman. Qiyofadoshini, Jo'xani o'zi emasdi deyapti, lekin janob mer tanolmayapti to'g'riroq. Mayli, o'zi biladi janob mer, lekin janob mer yaxshi qilmayapti. Men haydab yuborgan noto'g'ri bo'ldi. Chunki shuncha ishini qilib bergandim qishloqdagi ishini. To'g'rimi bilasizlar sizlar? Haqiqatni bilasizlar-ku. Oldinroq banditlar bilan birga ishlamoqchi bo'lgandim. Ya'ni to'g'riroq ularning sirini fosh qilish uchun banditlar bilan birga ishlagandim. U vaqtda janob mer menga hech narsa demagandi. Sirni ochganim uchun menga rahmat aytgandi. Lekin hozir hayronman nimaga bunaqa qildi. Qizig'i, u Robert shunchaki bitta joyda turadigan Robert ekan. Men bo'lsa harakatlanib turadigan odamman. Shunda ular Robert harakatlanmaganini qarab turib men deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Lekin Robert harakatlanmaydi-ku. O'shandan bilishi mumkin edi. Ularda aqli yetmagan shu narsaga. Oho, mana bu yoq daraxtni qaranglar, bularni ekib chiqishim kerak. O'sha kechga yeyishga narsa ham bor. Bitta olma tushdi daraxtdan, o'shani yeb yuboramanmi? Yaxshi, zato och qolgandan ko'ra
Olma bo'lsa ham yeb qorinni to'yg'azish kerak. Mana bu daraxtlarni ekib qo'yam. Yaxshimi qurolim bor ekan. Bo'lmasa ana yaramasdi qo'lida boshga uradigan qanaqadir temirli narsasi bor ekan. Boshimga urganda bormi? Hushdan ketsam keyin hech kim yordam bera olmasdi. Chunki o'rmonda hech kim yo'q. Ular bilmayman, balki meni o'g'irlab ketishardi, balki olib borib xizmatkor qilisharmidi. Hayronman, lekin juda ham yomon ishlar qilishga tayyor edi ular. O'shaning uchun ham yaxshi ham qurol olib kelganim. Lekin quroldan foydalanish juda ham yomon. Mayli, endi zarur bo'lib qoldi. O'shaning uchun foydalandim. O'zi odatda quroldan foydalanmayman umuman. Endi zarur bo'lib qolgandan keyin nima ham derdim. O'zingizlar bilasizlar obunachilar, zaruratda xohlagan narsani xohlagan narsani qilib tashlash kerak emas. Baribir odam o'zini o'zi himoyalash uchun qanaqadir hiyla nayranglardan foydalanish kerak baribir. Tak, mana bu yerda ochib yuboramiz. Xullas, bugun obunachilar mana shu yerda uxlayman. Ustini yopib olsam, hatto oyna ham yo'q, borib oyna olib kelishim kerak. Qishloqqa kiritmaydi. Nima qilsam ekan, pechka ham yo'q, qumni pishirib o'ynayasay desam. Ana endi bo'mich hayoti boshlanadi obunachilar. Nima deysizlar, bo'mich bo'lib yashayveraymikin? Yo'q, bo'michlik yaxshi emas-da. Ko'chada yashash g'alati. Ko'chada har xil hayvonlar bor. Mana bu mol, qo'ylar hech qanaqa hayvon emas ular. Ular oddiy, nima desam ekan, chorva mollari-da ular. Lekin haqiqiy hayvonlar, bo'rilar, tulki ham unaqa qo'rqinchli emas. Bo'rilar kelsa bormi, vobshe yeb tashlasa kerak. Mayli, nima ham derdim endi. Ko'chada yashash peshonada yozilgan ekan, yashayveramiz. Menga hozir yarimtalik blok kerak tepasini yopish uchun. Tepani shunday yopib yuborayin. Unaqa katta qilib tom qilib yopishim shart emas. Shu tepadan hech narsa kira olmasa bo'ldi. Sovuqatma, issiqda qanday sovuqatami? O'zi yozda vashshe yondiryapti, bilyapsizlarmi? Issiq bo'lib ketadi nabrot sovuqatgandan ko'ra. Mana bu daraxtim kesib o'rang xalaqit qilyapti menga. Mana shuni olib tashlasam, keyin xalaqit qilmay qolsa kerak. Hop, olindi, bo'ldi, всё. Endi esa buni ham taxtaga aylantirib, polni taxtaga aylantirib chiqish kerak. Menda belkura yaxshi ham bor. Mana bitta daraxt ekib qo'yay ko'chaga, kerak bo'lib qoladi hali. Mana shu yerda tursin, taxtani olib olamiz. Taxtani ikkinchi qo'lga olib turib, birinchi qo'lga belkurayni olib turib, keyin shunday qo'yib ketaversam tezroq bitadi ishim. Xo'p, mana o'zi ustachilik bilan ancha vaqtdan beri shug'ullanib kelaman. O'shaning uchun ham ko'chada qolib ketish degan narsa yo'q menda. O'sha kech ham tushgan yo'q hali. Kech tushguncha bemalol 2-3 xonali uy qurib tashar ekanman. Bemalol, faqat ichida narsalar bo'lmaydi. Sababi narsalarni sotib olardim. Hozir tayyor narsa yo'q bu yerda. Unaqa qilib, nima qilib tashladim? Obbo, mayli, bu yerni hozir tozalab tashlayman. Yo'l qilmoqchi edim. Ha, bo'ldi, mana shunaqa kichkina bo'lsa ham yo'lcha bor. Mana daraxt hozircha qo'limda tursin, keyin ekaman. Bo'ldi, mana tayyor. Bitta eshik yasayman endi. Obbo, eshik yasash uchun taxt yetmas ekan. Taxti ja uzoqda yo'q, daraxtlar, mana yaqinda daraxtlar ko'p, juda ham ko'p. Oho, mana yoqda daraxtlarni shuni egib chiqsam, shuncha yaxshilik qilgan bo'laman. Shuncha yaxshiligimni lekin janob mer ko'rmadi, ko'ra olmadi. Nima ham derdim obunachilar, ko'chada qolish aytgancha menda pol zekinlari bor, kechasi och qolmas ekanman. Esimda yo'q, pol zekinlarimni olib kelganim. Shuncha narsam bor ekan. Vashchida och qolmayman, och qolishni unutamiz endi akalar. Och qolish u qolib ketdi, ko'chada qolib ketmadimi, muhimi. Uyim bor, hozir oyna, eshik yasayman, oyna olib kelaman, keyin shu bilan shohona hayot boshlanadi. Hech qanaqa bo'mich hayoti degan narsa yo'q endi. Bo'mich hayoti qishloqda bo'lardi. O qishloqda emasman, demak bo'mich bo'lmayman. Mazza qilib yashayman endi.